Voy. Soat necha bo'lib ketdikina. Kecha uxlaganim. Shu uchun kech turdim shekilli hamayli. Xo'sh. Unday bo'lsa, nonushtani keyinroq qilarman. Bu yerdan bo'lsa dokumentlarni olaman, chunki yonimda yurgan yaxshi har ehtimolga qarshi chiroqlarni o'chiramiz, ko'chaga chiqamiz va eshikni qulflab qo'yamiz. Yaxshi. Xo'p, bu mening mashinam. Bugun do'konni ochmaymiz, shunday aksincha, chunki ishlarim bor. Shunday bir ko'rganim ma'qul. Bo'ldi, do'kon hamma narsa o'z joyida. Bu yerda pullar yo'q, hamma pul o'zimda. Yaxshi, bu yerni ham qulflab qo'yamiz. Bugun politsiya uchastkasiga borishim kerak. Chunki o'tgan safar chaqirib ketgandi. Hammaylar. Bu yerga o'tiramiz. Sekin mashinani chiqaramiz endi. Sekin. Buni ozgina haydashga qiynalyapman. O'zimning eski mashinamga o'rganib qolgandim. Shu uchun buni haydashga qiynalyapman ozgina. O'rganib ketarman. Lekin yaxshi mashina ekan. Даже yana bitta narsa, buni skorsi g'alati ekan. To'g'risi tushunmayapman. Faqat bitta skors haydab yurman mana. Nima desam ekan? Boshqacha haydalar ekan, boshqacha olinar ekan skorsga. Shu uchun endi buni birorta shunaqa mashina haydaydigan odamga ko'rsatishim kerak, menga o'rgatib qo'yardi. Xo'sh, mana shu ko'chadan kirib ketganim ma'qul menimcha. Sekin. Yaxshi, yaqinlashib qoldim. Xo'p. Yana ozgina qoldi menimcha. Juda ham uzoqda emas-ku, lekin men uchun uzoq, chunki mashinani endi o'rganyapman haydashda buni. Shu uchun juda ham qiynalib ketdim yo'lda buni haydab kelganimcha. Mana shu yerga qo'yib qo'yamiz, sekin bu tomonga chiqib ketdi. Shu mashinani bir kuni bitta joyga uraman-da aniq, bu haydashim bo'lsa. Mayli. Endi tushamiz mashinadan. Okey, hammasi yaxshi. Bunday bo'lsa, sekin endi politsiya uchastkasiga kirib boramiz. Xo'p. Yaxshi, atrofda hech kim yo'qmi? Yo'q. Shundagina kirib ketaveraman menimcha. Menimcha shunday kirib ketsam ham bo'ladi. Bularni bu tomonga solib qo'yamiz. Sekin. O'zim menda qancha pul bor? Menda $2941 bor ekan. Bor pulim shu hozircha, ya'ni Jo'xa ikkalamizning pulimiz bu. Aytgancha Jo'xa ham anchadan beri kelmay qo'ydi. Kim bor? Assalomu alaykum. Tinchlikmi, nega kirib keldingiz? Meni chaqirgandi. Do'konchimisiz? Ha. Kiravering ichkariga. Tushunarli, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelaver. Do'konchi senmisan? Ha, men. Chaqirtirgan ekansiz. Xullas, sen sotib olgan joy sinovga tushgan. U yer davlatga tegishli. O'zi hamma yer davlatga tegishli, ammo uni o'zim sotib olganman-ku. Xullas, bizga pul berib ketishing kerak. Qancha? $100. Hozir. Aytgancha nima uchun $100? Chunki sen noqonuniy joyni sotib olgansan. Agarda bu seniki bo'lishini xohlasang bizga pul berishing kerak. Tushunarli. Pulni sizga berdim va men ketdim. Yaxshi. Bo'ldi. Bir pasda hal bo'ldi. Yomg'ir ham yoqib yubordi. Endi chiqaman deganda bugun o'zi ob-havoda yomg'ir ko'rsatgandi. Yaxshi, tezroq mashinaga o'tiramiz va sekin bu yerdan ketamiz. Tezroq uyimga bormasam, mashinam ham nima desam ekan? Mashinaga hech nima qilmaydi, to'g'ri? Ammo xullas g'alatida yomg'irda haydash. Yaxshi havoda zo'r haydayapman-ku, yomg'irda qanaqa haydayman bilmadim. Mayli. Mana shu tomonga burilib haydayveramiz, to'g'ri sekin. Xo'p. Endi qachon boramiz? To'g'risini aytsam, bekor pora berdim deb o'ylayapman politsiyachiga. Mayli, hech kim bilmasa bo'lgani. O'zi so'radi, men berdim bo'ldi. $100 bilan hal qildim. Bo'lmasa bu joyni olib qo'yish mumkin edi. Axir bu joyni 3000, adashmasam $4000 ga olganman. Shuncha pulga qo'yishim mumkin edi. $100 bilan hal qilib qo'ydim. Mayli. Yaxshi. Bunday bo'lsa, sekingina bo'ldi. Bu yerni ochaman, uyimga kirdim. Yomg'irda ancha qolib ketdim. Ustim ham ozgina ho'l bo'ldi, mayli. Ammo mashinam ko'chada turibdi yomg'irda. Garaj ham yo'q. Narigi tomonda garajlarim bor, ammo u yerga mashinani olib kiraman deb urib qo'yaman aniq. Pоворotnik yoqilib qolib ketibdi, o'chirib qo'yaman. Ya'ni pоворotnik o'zbekchasi nima bo'lishini bilmayman.
Mayli. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'p. Albatta do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 10 k bo'lishimga juda ham ozgina qoldi. Tezroq 10 k bo'lishimiz kerak. Ha, mayli. Endi xonaga kirib yomg'ir tinishini kutamiz. Janonga bordim bir kecha. Tak, stop. Nahotki siz Over Design kanaliga obuna bo'lmagansiz? Axir u yerda sifatli va arzon dizaynlar bor-ku. Rayim, bu yoqqa qara. Ha, nima deysan yana? Nima? Axir bu Over Design kanaliga obuna bo'lmayaptimi-ku? Men ham shuni aytyapman. Mana buni qarang, qanday chiroyli banner va qanday chiroyli avatarka. Aytgancha, siz buni pulga zakaz qilishingiz mumkin yoki agar sizning kanalingiz yaxshiroq bo'lsa, Over Design reklama qilsangiz, sizga u tekinga yasab beradi. Albatta, kanal havolasi opisiyaniyada va kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'ling, sifatli va arzon dizaynlar. Hammaga omad, Over Design kanaliga obuna bo'ling. Rahim Byaxka va nihoyat videoni ham obuna deganda nima qilamiz? Aytgancha Over Design kanaliga sen obuna bo'lganmisan? Yo'q, bo'lmaganman. Nima? Bu yoqqa seni. Va nihoyat yomg'ir ham tinib qoldi. Ana endi sekingina do'konni ham ochsak bo'ladi. Nimaga boya do'konni ochmadim? Sababi ustimni quritib oldim. Do'konda shalabbo bo'lib o'tirgim kelmadi. Mayli, havo juda ham zo'r bo'lib qopti, atmosfera, bulutlar, osmon juda ham go'zal. Ammo hozir mashinani kapotlarini, eshiklarini ochib qo'yaman. Bu ham bir dam olsin degandek qilib. Mayli. O'zi ham ozgina qolibdi, vaqtida to'xtatibman, bo'lmasa o'g'irlarkan ham. Mayli, sekingina endi chiroqni o'chirishim kerak. Bu yerda aytgancha hozir bittasiga telefon qilishim kerak. Alo. Alo, assalomu alaykum. Kelasizmi usta? Ha, hozir boraman. Kutib turing. Okey. Birozingiz kelavering, hali shogirdlaringizni olib kelmang, hali gaplashadigan gaplar ko'p. Keyingi safar olib kelasiz shogirdlarni. Xo'p. Yaxshi. Ustani ham chaqirdik. Qanaqa usta? Xullas, o'tgan safar aytganimdek bir tomonga zapravka qurmoqchi edim. O'sha zapravka yoki avtosalon qurmoqchi edim. O'shani quradigan odamni chaqiryapman. U kelib ham qolibdi. Assalomu alaykum, keldim. Yaxshi, assalomu alaykum, keldingizmi? Xullas, hozir sizga qayerlarni qanday qilib qurishingizni, buzishingizni o'rgataman. Buzish ham kerakmi? Ha, unday bo'lsa qimmatga tushadi. Farqi yo'q, puldan muammo yo'q. Unday bo'lsa yuring, menga ko'rsating qayerlarni nima qilish kerakligini. Keling. Xo'p. Xullas, sizga aytadigan bo'lsam, kelyapsizmi? Mana kelib qoldim, aytavering. Xullas, mana shu ko'rib turgan garajlaringizni buzish kerak. Nimaga, yaxshi-ku, o'rniga boshqa narsa quriladi. Tushunarli. Hozir men kirib tekshirib ko'rayda. Nito narsasi yo'qmi? Hammasi yaxshi. Mana shu garajni qurib, mana shu yerga ham beton qilamiz. Siz yurib turgan joylar o'tku, hozir yer, oddiy yer. Shu oddiy yerni beton qilishimiz kerak. Tushunarli. Xo'sh, yana va mana shu yerdan devor qurishimiz kerak. Mashina o'tadigan yo'l qolishi kerak. Xuddi mana shu yerdan boshlab devor qilamiz. Endi esa kelavering, pulini hal qilaylik. Do'konim yaxshi turibdi. Xo'p. Voy, kelyapsizmi, usta? Mana kelyapman. Hamma yerni tekshirib oldim-da. Yaxshi tekshirib olgan bo'lsangiz. Xo'p, qarang. Buni hammasi qancha bo'ladi? Buni hammasi sizga aytadigan bo'lsam, $10,000 dan oshib ham ketadi, menimcha. $10,000. Sizga xohlagan paytim bersam bo'ladimi? Hozir menda atigi $3,000 bor. Bitirganimcha qilib bersangiz bo'ldi. Qachonda bitirasiz? Bir oylarda bitiramiz. Yaxshi. Unday bo'lsa men ketdim. Ertaga shogirdlarim bilan kelaman. Yaxshi. Xo'p. Tushunarli. Ana hammasini hal qildik. $10,000 dedi. $10,000 pul yig'ish. Menimcha bu bir oylarda bitirsa, bir oylarda yig'ib qo'ysam kerak $10,000 ni. Bir oyda $10,000, lekin yig'ish qiyin. Kuya balki mashinamni sotarman, balki yana qarz olarman, xullas bilmadim. Ana endi esa Jo'xaga telefon qilib ko'rish kerak. Nima uchun ko'tarmayapti-kini? O ko'tardi. Jo'xa, yaxshimisan? Qilaysan, Reddi. Yaxshi, rahmat. O'zingchi, nima yo'qib ketding? Telefon qilsam ko'tarmaysan. Men ishlarim ko'payib ketdi. Tushunarli. Sen yo'g'ingda juda ham ko'p ishlar bo'lib ketdi. Qachon kelasan bu yerga? Hali beri bormasam kerak. Tushunarli. Bu yerda men do'konni ancha rivojlantirdim. Endi zapravka qurmoqchiman. Shu uchun nima deysan? Yana aytgancha, anchagina pul orttirib, yana avtosalon ham, xullas, planlar ko'p juda ham. Yaxshi, shunday davom et. Men senga ishonaman. Yaxshi, telefonni o'chirib qo'ydi. Mayli.